Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshi o'qib keldingizmi? Ha, albatta otajon. Kecha aytgan kinoyingizni olib keldingizmi otajon? Qanaqa kino? Payg'ambarimiz haqlaridagi Risolat filmini. Olib keldim o'g'lim. Rahmat otajon. Yechinib chiqing. Agar yuz o'girsang, xalqingni gunohi senga bo'ladi. Oling, dadasi. Arabistondan chiqqan yangi payg'ambarni aytayapti. Najotga chaqirgan Yahyo payg'ambar ham adashmasam Hasan, ol sahrodan bola. chiqqan. Ol. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalari Qur'ondir. Diningiz sizni nimalarga buyuradi? Allohga ibodat qilishga, u zotga hech narsani sherik qilmaslikka, namozga buyuradi. Rost so'zlashga, omonatni ado etishga, qarindoshlik rishtalarni bog'lashga, qo'shnilarga yaxshilik qilishga va harom qilingan narsalar u nohaq qon to'kishdan tiyilishga buyuradi. Paytlar Makka karvonlar u tojirlarning uchrashuv joyi. Arablar muqaddas sanaydigan but sanamlar o'chog'i edi. Urush harom qilingan oylarda qabilalar o'zaro nizolarni kechiktirib turar. Bu paytda ularning vakillari Makkaga bexavotir kelar. Kohinlar Ka'ba atrofidagi but sanamlarga atalgan qurbonliklarni olib kelishardi. Ibrohim alayhissalom yolg'iz Allohga iymon keltirgan hojilar uchun ziyoratgoh sifatida barpo qilgan Ka'bada Agar ushbu Qur'onni toqqa nozil qilganimizda, uning Allohdan qo'rqqanidan titrab qaqshab, parchalanib ketganini ko'rar eding. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qadrlari shu qadar baland, sha'nlari shu qadar yuksakki, pul sovsang maqtov, asrasang ordir, deydi Abu Sufyon. Hasan, bolam. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom. Uyga vazifalarni bajarish o'rniga shu kinoni ko'rganing-ko'rgana. Uyga vazifalarni maktabda o'zida bajarib bo'ldim. Shu filmni qayta ko'rib zerikmadingmi, bolam? Qanday zerikay axir otajon? Payg'ambarimizni yaxshi ko'rib qoldim. Bu payg'ambar sevgisi axir otajon. Ha. Qamayli, xalaqit bermay bo'lmasa. Hozir himmatiga guvoh bo'lgaysiz. Bolla qarayli, Anitda Hasan urushyapti, burni ham qonayapti. Yordam bermasak bo'lmaydi. Ketdi bolla qani. Hadi ketdi. Bola tezroq borishimiz kerak, bolla.
Bolam. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nega yuzlaring qon? Hasan gapirsang-chi. Nima bo'ldi jon bolam? O'g'lim, tinchlikmi? Ota, sinfimizda bir o'rtog'imiz bor. Hop. U payg'ambarimizni haqorat qildi. Men bunga chidab tura olmadim. Uni urdim. U ham meni urdi. Senga nima edi? Senga nima edi, bola? Payg'ambarimizni haqorat qilganiga chidab tura olmadim. Senga biror nima bo'lganda nima qilardim? Qara yuzlaringni, hamma joying qon bo'lib yotibdi. Boshqa urishmagin, xo'pmi? Urishmagin jonim bolam. Urishma. Jonim. Jonim meni. Qani, yur, Kir. qo'llaringni yuvamiz. Ke bolam. Assalomu alaykum Va amaki. alaykum assalom. Yaxshimisan? Mani Hasanning o'qituvchisi jo'natdi, maktabga tez borarkansiz. Tinchlikmi? Bilmadim. Xo'p, bo'pti. Mayli, rahmat. Xo'p, rahmat. Sizni bekorga bezovta qilmadik. Farzandingizni yurish turishi, bilimidan boxabar bo'ling, tarbiyasiga e'tibor qarating deb chaqirtirdik bu yerga. O'g'lingiz g'alati bo'lib qolgan. O'zi juda ham aqlli bola, lekin oxirgi paytlar nega bunaqa bo'lyapti hayronman. O'rtoqlari bilan urushib talashadi, ko'zi ko'karadi, burni qonaydi. Nega nazorat qilmaysizlar? Bola maktabda bizni nazoratimizda bo'ladi. Ko'chaga chiqqandan keyin ketdimi bo'ldi. Bu yog'iga endi sizlar qarashingiz kerak. Tushunarli. Kechirasiz. Hasan, bundan keyin g'avg'o chiqarib yurmagin. Eshitdingmi? O'qituvchingdan gap eshitdim. Shu menga kerakmi? Seni deb gap eshitib yuribman. Yaxshimi shu? Lekin ota, payg'ambarimizni haqorat qilyaptilar-ku. Men bunga chidab tura olmayman. Nima qilay? Ey bola, agar yana shunday qilsang ta'zirini yeysan. Eshitdingmi? Hasan! Yo'q aka. Yana urushdingmi? Voy, O'rtog'im bu safar Allohni haqorat qildi. Men bunga chidab tura olmadim. Uni urdim. Ey bola, men seni ustozingning oldida chidab yura olmayapman-ku. Yo'q aka. voy, dadasi. Qo'ysangchi bor. dadasi. Erkinman. Hasan, Yo'q aka. bolam, dadajonisi. Quloqsiz bola. Aralashma. Qo'ying, bolam. Hasanimiz 2 kundan beri tog'asinikida. Borib bo'lib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Sog'inib ketdim. Bu bolaga umuman tushunmadim. Shu kinoni ko'rdi-yu o'zgardi. Bir ikki kun tog'asinikida yurib ta'zirini yesin. Bolam yurganidan ko'nglim to'q, lekin ish qilayotgandir, iltimos qilaman. Olib keling. Xo'p,
Olib kelaman. Hasan? O, ana kichkina taxtachani olib berib yubor. Ha, shunisi. Ha, yashavar. Xo'sh. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Xormaylar. Xormaylar endi. Keling. Tog'ajiya, Assalomu nima alaykum, qilyapsizlar? pochcha. Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshi kelyapsizmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum Bu assalom. pochcha nima qilib jiyanimni xafa qilyapsiz? Bu yosh bola bo'lsa, nima qilasiz Surishib ey? Ko'rmaysizmi? Bu maktabda urushib keladigan odat chiqargan. O'rtoqlari bilan tortishib qolyapti. Shunaqami? Shuning uchun urushuvdim, qochib ketib qoldi. Otajon o'tgan safar payg'ambarimizni so'kkan Ana, edi. eshiting. Bu safar Allohni so'kdi. Men bunga chidab tura olmayman. Agar yana shunday qilsa, yana urishaman, yana uraman. Agar sen yana shunaqa urishadigan bo'lsang, yana uraman. Yo'q, biza gaplashib oldik. Boshqa urishmaydilar. Tushundingmi? Sen ham ko'chada boshqa urishib yurmagin, xo'pmi? Xo'p. Xafa bo'lma. Xo'p. Hop. Uyga kirsanglar bo'lardi, pochcha. Mayli, xudo xohlasa. Mayli, Boshqa opamga salom eting. Xo'p, So'rab rahmat. qo'ying. Xo'p. O'tinglar. Yurun. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله لا إله لا إله لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا محمد رسول الله الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله Sanani yozib olamiz daftarimizga. Endi davomat qilamiz. Abdusattorov. Men ustoz. Xo'p, Aliyev. Men. Akromov. Men ustoz. Baxtiyorov. Shu yerdaman ustoz. Islomov. Uning mazasi bo'lmaganligi uchun oxirgi darsga qola olmadi ustoz. Nima bo'lgan ekan? Bilmadim. Mayli, o'tira qol. Yozinglar daftarimizni ochib, mavzu takrorlash.
bolam, nima bo'ldi? Onajon, o'zimni negadir xavfsiz his etyapman. Nima bo'ldi jonim bolam? Hozir. Hasan, qo'rqma jon bolam. Hozir yaxshi bo'lib qolasan. Jon bolam, qo'rqma. Ko'zingni och bolam. Qayering og'riyapti bolam, gapir. Jon. Hasan bolam. Saydamirov. Menman. Dadasi, qarang. Yuring. Tinchlikmi, doktor? Bilasizmi, o'g'lingizni natijalarini 2 marta tekshirdik. Alloh sabr bersin. O'g'lingiz oq qon kasali bo'lgan. Qo'limizdan kelgan hamma narsani qilyapmiz. Yangilik bo'lsa xabar beramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir men bilan tepaga chiqsangiz, batafsil tushuntirib beraman. Qani men bilan yuring. Tinchlikmi? Yaxshi. Ha, yaxshi. Xudoga shukr. Tuzalib ketasan jonim bolam. Jonim mening. Bolam. Egalaringiz uchun rahmat. 5 vaqt namoz o'kanda qilmanglar. Alloh qabul qilsin namozlaringni. Payg'ambarimizni seving. Allohni seving. Qur'onni seving. Namoz o'qing. Oxirat bor, oqibat bor. O'g'limiz. Ko'z o'ngimizda go'yo eriyotgandek.
Ey shamol, doim kezasan-a? Sendan bir iltimosim bor. Agar Madinaga yo'ling tushsa, mening salomimni payg'ambarga yetkazgin. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله لا إله Dadasi. O'g'limiz kim bilan gaplashyapti? O'g'limiz ketishini sezyapti shekilli. Elhamdülillah Subhanallah La ilahe illallah La ilahe Muhammedur Resulullah Elhamdülillah Hasan, bolajonim, och og'zingni. Yaxshi, ich. Ich bola. Rahmat oyijon. Osh bo'lsin bola. O'g'lim, yaxshimisan? Ha, barakalla. Ota, shunday hodisa bo'ldiki. Yo'q. Bu tush emas. Tush nima ekanligini bilaman. Uyqum kelganda ko'zimni yumaman. Uxlayman, keyin tushlar ko'raman. Lekin bu hodisa tush emas. Uyimizda shifti bor-ku, ikkiga ayrildi. Shatur ovoz keldi. Men yer qimirlayaptimi deb o'yladim. Turdim, tepaga qaradim. Tepadan ikkita kishi tushib kelardi. Oppoq kiyimda, soqollari qop-qora. Meni yonimga tushdi. Biz farishtalarimiz deyishdi. Meni quchoqlashdilar. Assalomu alaykum dedim. Va alaykum assalom deyishdi. Hasan, yaxshimisan? Qiynalmayapsanmi deyishdi. Seni jannatga olib chiqaylikmi deyishdi. Rozi bo'ldim. Farishtalarning birinchisi bu qo'limdan, ikkinchisi boshqa qo'limdan tutdi. Birgalashib yuqoriga ko'tarildik. Yuqoridan bizning dalamiz ko'rindi. Bulutlardan ham teparoqqa chiqdik. Bir katta joy ko'rindi. Bu nima dedim? Bir ajoyib ko'k joy edi. Bu yer jannat deyishdi. Jannatni aylanar ekanmiz. Ko'zim bir ko'shkka tushdi. Bu nima dedim? Bu seni ko'shking deyishdi. Xohlaysanmi seni aylantiramiz deyishdi. Men rozi bo'ldim. U yerni aylandik. U yerda o'yinchoqlar, o'rtoqlar ham bor edi. U yerda xizmatchilar yeydigan hamma narsa bor edi. Bu ko'shkning yonida yana bitta ko'shk bor edi. Ko'shkni aylanar ekanmiz. Ko'zim bir eshikka tushdi. U eshik olmosdan, marjondan yasalgan edi. Juda chiroyli eshik edi. Bu eshik qulfni qayerga olib chiqadi dedim. Bu eshik orqasida bir buyuk zot bor deyishdi. Istasang uni ziyorat qilamiz deyishdi.
Men albatta dedim. Uni qanday ochamiz dedim. Kalit kerakmas. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desang ochiladi deyishdi. Men eshikni aynan shu so'zlar bilan ochdim. Ichkaridan shunday nur taralar ediki, ko'zni qamashtirardi. Ko'zlarimni to'sib oldim. Ichkarida shunday ajoyib hid ediki, bunday hidni oldin hech tuymaganman. Ichkarida bitta katta taxt bor edi. Qirollarnikidan ham kattaroq taxt edi. Qaradim, yuzlari, ko'zlari go'zal bir zot menga keldi edi. Uni ko'rar ko'rmas ichimda go'zal hislar paydo bo'ldi. Uni yoniga borib, tiz cho'kib o'tirdim. U zot boshimni siladi. "Hasanim" dedi. Men "Siz kimsiz?" dedim. "Tanimadingmi?" dedilar. "Tanigandek bo'lib turibman, lekin eslolmadim" dedim. "Sen har kuni shamol orqali menga salom yo'llaysan-ku" dedi. "Yo Rasululloh" dedim. "Yo Rasululloh, sizmisiz?" dedim. "Qolasanmi yonimda?" dedilar. "Istasang buzog'ing so'yishadi." Rozi bo'ldim. "Ota-onangni sog'inmaysanmi?" dedilar. "Ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizni onamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Otamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman" dedim. "Zerikib qolmaysanmi?" dedilar. "Yo Rasululloh" dedim. "Haliyam pastga tushasan" dedilar. "Yo Rasululloh, buzog'imni so'yinglar" dedim. "Men siz bilan qolaman." "Rasululloh, unda buzoqni so'yinglar" dedilar. Buzog'im o'ldi. "Qani endi biroz pastga tush. Bugun peshin namoziga azon aytilganda seni olib ketamiz" deyishdi. "Shu yerda yonimda qolasan, menga qo'shni bo'lasan" deyishdi. Keyin haligi farishtalar meni pastga olib tushib qo'yishdi. Yotog'imga ham yotqizib qo'yishdi. Ana tong otdi. Bugun peshin namoziga azon aytilganda meni olib ketishadi. "Birga ketamiz, ota. Bundan buyon men u zot bilan birga yashayman." Uxla bolam, uxla. O'g'limiz bugun peshinda ketadi onasi. Ketyapman. Ha o'g'lim, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hasan bolajonim. Ota, nega xafa bo'lasiz? Men payg'ambarimizni oldiga ketyapman axir. Shunga ham xafa bo'lasizmi, ota? Payg'ambarimiz keladigan vaqt bo'ldi. Qibla tarafdan keladilar. Hozir. Meni qiblaga turgizinglar. Hozir.
Bir-biringizni ranjitmanglar. Allohni, payg'ambarimizni sevinglar. Namozga hushyor bo'ling. Musulmon bo'ling. Dinga xizmat qiling. Allohga xizmat qiling. Ota qarang, payg'ambarimiz kelyaptilar. Oppoq otga minib olganlar. Yo'llarida Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Ali, Hazrati Hamza. Orqalaridan sahobalar kelishmoqda. Qarang, 20 kishida. Hammalar o'qotda. Ko'ryapman ota. Ko'ryapman ota. Rasululloh kelyaptilar. Meni olib ketgani kelyaptilar. Ana ko'prikdan o'tyaptilar. Yaqinlashdilar. Ya Allah! Ya Rasululloh! Assalatu vassalatu alayka ya Rasululloh. Assalatu vassalam ya Habibulloh. Assalatu vassalam ya Nabiyulloh. Ya Sayyidil Avolina ve ahirin. Ey sevgili selamsız gel ya Muhammed. Esselamu aleyküm ya Resulallah ya Habiballah ya Muhammed Mustafa. Yüreğim gülmez sizsiz, gözlerim görmez sizsiz ya Habibi, ya Muhammed. Sizsiz dertlerge derman, dertli kalplerge ferman ya Habibi. Qara onasi. Uyimizdan mushkambar hidi haliyam ketgan. Gülmez sizsiz, Bu hid bu olamning hidi emas. O'g'limiz rost aytgan ekan. sizsiz dertlerge derman, dertli kalplerge Ilohim joying jannatda bo'lsin o'g'lim. Ilohim aytganingiz kelsin. ya Muhammed, ya Muhammed, gözlerim nuru ya Muhammed. Ey Habibi, ey sevgili selamsız gel ya Muhammed. Yüreğim gülmez sizsiz, gözlerim görmez sizsiz ya Habibi, ya Muhammed. Sizsiz dertlerge derman, dertli kalplerge ferman